Samandar tank ham sizga ko'p vizit tashlagan, biroq marta javob qaytarmadingiz. Samandar tank haqida fikringiz? Jang bo'ladimi, bo'lmaydimi? Boshida u meni ham ismimni aytib, qanaqadir bir videolar qilib chiqqanda, "Davaychi" dedim, "Zalga keling" dedim, "Zalda hal qilamiz. U bir bo'y-mo'y qilish kerak emas" desam, o'sha gapni o'sha haligacha qayta video qiladi. Kimlarligini aytmayman, endi sport olamidagilar tushundim, misol kimlarligini. Yaxshi odamlar, katta odamlar aytdi, bunga vнимание qilmang, kerak emas. Bu o'zini mediasini ko'tarishga harakat qilyapti, boshqa deb. Mayli, shou qilyapti, boshqa qilyapti. Shu orqali, misol, shou qilmasdan spokойно chiqib, qaytib $200 gonorar olgan qayoqda, shou qilib odamlarni e'tiborini tortib turib $2000-3000 gonorar olgan qayoqda. Misol uchun, mayli biz tarafga nimadir gaplar aytilayotgandir, joyi keladigan bo'lsa 100 gaplashib olinadi u narsa. Lekin internet olamida men hype berib, javob qaytarib, u narsa menimcha shart emas deb o'ylayman. Xo'p, Qozog'istonda o'sha to'ktar bilan konflikt haqida fikringiz qanaqa bo'ldi? Hamma o'zida she'r deymizmi, lekin u she'r deshini qilgani yo'q. Sizga ochiqroq aytaman, misol men videoda aytishni yoki jangdan keyin mikrofonda aytishni xohlagandim bu narsani. UFC'da Dricus du Plessis degani bor, uni qanaqaligini hamma biladi. Oktagonda esa bu bor. Misol uchun, payg'ambarlarimiz aytganda, endi dinga aralashmasu, ayol kishining kiyimini kiygan bizdan emas degan. U esa ayol kishining kiyimini kiyib, pomadalar surtib, например, pul topyapti. Misol uchun, undan ko'ra chiqmagan yaxshi deb o'ylayman, lutchi. Boshida men u tiqib qolganda, gaplashib turganda urib qolganda, nega unaqa bo'ldi deb siqildim. Birinchidan, erkak odam menimcha o'zini o'zi tiqib qolmaydi. Ikkinchidan, o'zini uyida o'zini ko'rsatdi. Aytganimda, anu Duplessisni bu kazakskiy, mana shu Oktagon ligadagi varianti.